Bugun mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, daromad manbalarini yaratish hamda tadbirkorlikka keng jalb etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar o'zining amaliy natijasini bermoqda. Bu joylarda o'tkazilayotgan o'rganishlarda o'z isbotini topyapti. Namangan viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov ishtirokida navbatdagi Yoshlar kuni tadbirlari Chortoq tumanida bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi reportajimizdan o'rin olgan. Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov Chortoq tumanida tashkil etilgan Yoshlar kuni tadbirlarini Tinchlik mahallasida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan yoshlar xonadonidan boshladi. Xususan, Otabek Orifjonov o'z xonadonida Frankel, Valakov zotlariga mansub 10 bosh qo'y boqmoqda. Ulardan nasl olib, faoliyatini yanada kengaytirish harakatida. Shuningdek, uning qo'shnisi yosh tadbirkor Shavkat Umarov tomonidan Arashan zotli qo'ylar parvarishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bugungi kunda ularning soni 100 boshdan oshgan. E'tiborli jihati, faoliyatning dastlabki bosqichida unga imtiyozli kredit asosida 10 bosh zotdor qo'y olib berilgan. Yosh tadbirkor yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, qisqa vaqt ichida nasldor qo'ylar sonini bir necha barobarga ko'paytirishga erishdi. Arashan zotli qo'ylarning bozor qiymati $100 dan $10,000 gacha baholanmoqda. Bu esa mazkur yo'nalishning iqtisodiy samaradorligi yuqori ekanini ko'rsatadi. Yoshlarning mehnat qilib tadbirkorlik orqali daromad topishi eng katta yutuqdir. Bugun davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalangan har bir yosh albatta o'z o'rnini topadi. Bunday tashabbuskor yoshlar boshqalarga ham namuna bo'lishi kerak, dedi viloyat hokimi. Shuningdek, yoshlarga chorvachilikni yanada kengaytirish, nasldor qo'ylar sonini oshirish bo'yicha tavsiyalar berildi.